Salom sizlarga boshladim. Bugungi videoda men bitta mod obzor qilib chiqaman. Do'stlar, iltimos kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Men bugun aktiv bo'ldim. Do'stlar, ko'rganlaringdek men video qo'ydim, shorts qo'ydim. Do'stlar, ko'p shorts qo'ydim va o'sha kanalimda bilgan bo'lsalaring, shortsini ko'rgan bo'lsalaring ham sizlarga rahmat. Like bosib qo'yinglar. Do'stlar, menga obuna hoziroq kerak. Do'stlar, 53 ta obunachi bo'lganimni ko'rgandirsiz. Biz tezroq 60 ta bo'lsak, agar men sizlarga hozir o'ynayotgan Minecraftni qanaqa tortishni o'rgataman. Va agar 100 ta obunachi bo'lsak, men qanaqa qilib mod qo'shishni o'rgataman. Agar do'stlar, lekin undan oldin 70 ta obunachi bo'lsak, qanaqa qilib skin qo'shishni o'rgataman. Barini bosqichma-bosqich o'rgatib boraveraman. Agar sizlar ularni barini o'tkazib borish xohlamasalaring, kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar do'stlar. Hozir men bitta modda obzor qilaman. Qani, let's go. O'zimiz rejimimizga o'tamiz. Ayniqsa men ikkita mod qo'shgandim. Bitta sehrlangan oltinlar. Просто tushmabdi meni. Mana do'stlar, birinchi mod bizda qo'shgan narsalari. Do'stlar, mana qo'limizda ko'rib turibsizlar, katana turibdi. Bular oddiy qilichlarni yo'q qilib, shunaqa qilib yasagan. Lekin zo'r ko'rinish. Sizlarga maslahat beraman tortishda. Do'stlar, hozir Nezarite eng kuchlisida urdim. Eng kuchlisi. Do'stlar, bu ham bir mod, lekin bu do'stlar, ishim chiqib qoldi. Bu ham bir mod, lekin boshqacha mod demoqchi bo'lib turdim. Do'stlar, mana ko'rib turibsizlarki, bu juda ham zo'r. Ayniqsa men ikkita modni obzor qilishim kerak edi. Просто так, do'stlar, mana. Bu ikkitalikda qarang. Mana bu albatta, lekin bu ham bitta, lekin ikkita bo'lib qoladi. Ko'rganlaringni ikkita meni qo'limda. Hozir shuni pastga tushib va uray qaytdi. Bo'lmasa bitta uriladi, lekin ayniqsa ikkita bu. Ko'rib turibsizlarki, bu ham yaxshi ishlab berishgan. Bu olmos, bu esa Nezarite. Do'stlar, men qanaqa qilib, agar menga 80 ta obunachilik bersa, men qanaqangi narsa ishlatishimni ko'rsataman. Yana 100 ta obunachi qilib bersalar, men sizlarga qanaqa mod qo'shishni o'rgataman. Agar sizlar bunaqangi editionni o'tkazib borish xohlamasang, iltimos sizlar hoziroq obuna bo'lib qo'yinglar. Va hammaga xayr, bugungi video qisqa bo'ldi, lekin zo'r bo'ldi deb o'ylayman. Like bosinglar, obuna bo'linglar, hech qachon esdan chiqarmanglar.